Nuh alayhissalom insoniyatning ikkinchi atisi. Yer yuzida tunji shirik paydo bo'lgandan keyin avatilgan Allohning tunji elchisi. Aslida Nuh alayhissalomning ota-bobolari ichidan 5 nafar nihoyat solih, taqvodor kishi o'tgan bo'lib, ular kishilarni to'g'ri yo'lga yetaklashda va ularning ibodat ishlarida ularga yetakchilik qiladi. Yetimlarning holidan xabar oladi, ojizlarga yordam beradi. Shunlashqa ular kishilarning orasida nihoyat hurmatga sazovor edi va jamiyatdagi o'rni intayin yuqori edi. Kunlar o'tib, ular vafot bo'ldi. Kishilar ularning vafotiga intayin qayg'urishdi. Bir bo'lib kishilar ularni aslab turishi va ularga qarag'an vaqtida ularni ibodatga haydakchilik qilishi uchun ularning haykalini turg'izish taklifini o'ttirib qo'ydi. Ko'p sonli kishilar bu taklifga qo'shildi. Shunday qilib ular bu solih 5 nafar kishining butini turg'izib chiqdi. Ularning ismi Vat, Suva, Yag'us, Ya'uq va Nasr edi. Ularning bu 5 ismi Qur'on Karimda tilga ilinadi. Yillar o'tib bu haykallarni yasagan kishilar dunyodan ketadi. Ularning ballarga bu haykalning hikoyasini so'zlab beradi. Bu butni yasagan kishilarning nevralari bu butni nihoyat hurmatlashga va ulug'lashga boshlaydi. Ularning balları bu butni texmi qattiq ulug'lab, ulardan ma'lum bir foyda yoki ziyon keladi deb qarab bu butlarga ibodat qilishga boshlaydi. Shunday qilib yer yuzida tunji shirik maydonga keladi. Uzun o'tmay boshqa kishilarmi bu butlarga ibodat qilishga boshlaydi. Shirik kishilar orasida tarqalayotgan mushu paytda kishilarning aqidasini tavhidga qaytarish uchun Alloh taolo Nuh alayhissalomni tanlab elchi qilib kishilarni to'g'ri yo'lga yetaklashga buyurdi. Nuh alayhissalom Idris alayhissalomning panarisi, ya'ni Idris alayhissalomning o'g'lining ismi Mattashalah. Mattashalahning o'g'lining ismi Lamik. Lamikning o'g'li Nuh alayhissalom. Nuh alayhissalom bilan Odam alayhissalomning oraliqida 1000 yil, ya'ni 10 asr o'tgan. Nuh alayhissalom xalqini 4 ishga chaqirdi. Birinchisi shirkdan yenib tavhidga qaytishga chaqirdi. Alloh taolo sura Arafning 59-oyatida laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudulloha ma lakum min ilahin g'ayru. Biz Nuhni elchi qilib avatdik. Nuh: "Ey qavmim, yolg'iz Allohga ibodat qilinglar. Sizlar uchun Allohdan boshqa hech bir ma'bud yo'q" dedi. Ikkinchidan Nuh alayhissalom xalqini payg'ambarga ishonishga, ya'ni o'ziga ishonishga va uning itoat qilishga chaqirdi. Alloh taolo sura Shu'araning 107 va 108-oyatida Nuh alayhissalomning tili bilan mundaq deydi: "Inni lakum rasulun aminun fattaqulloha va ati'un." Men ishonchlik bir payg'ambardirman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar deydi. Uchinchisi adolatga chaqirdi. Nuh alayhissalomning qavmi intayin fosiq va adolatsiz, zolim xalq edi. Alloh taolo ularni Qur'on Karimda sifatlab, "Innahum kanu qawmas saw." Ular nihoyat nachar, eski bir kishilar edi deydi. To'rtinchisi Allohga tavba qilishga chaqirdi. Nuh alayhissalom: "Istagfiru robbakum innahu kana g'affara." Ey xalqim, sizlar Allohga tavba qilinglar, Allohga istig'for aytinglar. Alloh taolo sizlarni kechiradi deydi. Lekin Nuh alayhissalomning xalqi yuqorqi Nuh alayhissalomning chaqiriqining hech birisiga quloq solmay, o'zining shirik aqidasiga mahkam eslab oladi. Uningdan keyin Nuh alayhissalom ularni tafakkur qilishga, aqlni ishlatishga chaqirib, "Malakum la tarjuna lillahi wa qara." Nima uchun sizlar bu Allohning buyukligidan qo'rqmaysizlar? "Va qad khalaqakum atwara." Bu Alloh taolo sizlarni bir qancha bosqichga bo'lib yaratdi. "Alam taraw kayfa khalaqallohu sab'a samawatin tibaqa." O'ylab boqmamsizlar? Tafakkur qilib boqmamsizlar? Aqlinglarni ishlatib boqmamsizlar? Alloh taolo 7 qat osmonni birisining ustida birini qilib qandoq yaratdi? Buni o'ylab boqmamsizlar? Buning orqali Alloh taoloning buyukligini his qilib Allohdan qo'rqmamsizlar dedi. Lekin bu aqlsiz xalq aqlni ishlatishdan, tafakkur qilishdan chekinib Nuh alayhissalomning gapidan qochdi. Hatto Nuh alayhissalomning qashidan o'tsa, uning gaplari bizning quloqlarimizga kirib qolmasin deb vastaghshaw thiyabahum, kiyimlari bilan quloqlarini yeb olishdi. Uning bilan bo'ldi qilmay Nuh alayhissalomni xuddi Makka mushriklari payg'ambarimizni deganga o'xshash bu bir sarang, uningga jin chaplashib olgan deyish orqali kishilarni Nuh alayhissalomning qashidan qochirmoqchi bo'ldi. Nuh alayhissalom nihoyat uzun umr ko'rgan bo'lib, Qur'on Karimda Nuh alayhissalomning 50 yil kam 1000 yil, ya'ni 950 yil umr ko'rganligi bayon qilinadi. Nuh alayhissalom bu jarayonda bu avlod qabul qilmasa, keyingi avlod qabul qilib qolar. Bu asrning odamlari qabul qilmasa, yana bir asrning odamlari qabul qilib qolar degan umidda nihoyat sabrchanlik bilan kishilarga yaratquchisini tunutishdan iborat bu davoni hech vaqt to'xtatib qo'ymaydi. Afsus, bu kishilarmi ballarga Nuh alayhissalomni bu bir sarang, uning gapiga quloq solmanglar deb tarbiya qilib cho'ng qilg'achqa, ularning ballarimi Nuh alayhissalomni bu odam ota-bobolarimiz bu vaqtida shunday sarang kento deb Nuh alayhissalomning gapiga quloq solmaydi. Bular Nuh alayhissalomga ishonmaslik, butqa ibodat qilishni ballarga qildigan muhim tarbiya o'rnida qo'yib, kufrlikni avlodma-avlod davomlashtiradi. Shunga bularning ichidan keyin kelganlari ilgarikidan texmi eski, texmi zolim, texmi kufrga moyil keladi. Ular Nuh alayhissalomga har xil aziyatlarni beradi. Urudi, ko'gal yerda qo'lib o'tadi. Eng afsuslanarligi Nuh alayhissalomning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga o'xshash, uningga yoyulak bo'ladigan, sirtdan aziyat yeb kirsa, uningga tasalli beradigan Xadijasi yo'q bo'lib qolmay, Nuh alayhissalomning ayoli kofirlar safida edi. Uyda
bo'lgan ishlarni kofirlarga oshkorlaydi. Masalan, Nuh alayhissalomga kechalari vahiy kelgan vaqtida titrigan, taligan ahvollarini kofirlarga deb qo'yadi. Kofirlar Nuh alayhissalomni uningga jin chaplashib qopti deb masxara qilishadi. Eng yomoni Nuh alayhissalomning yurak parisi bo'lgan o'g'illari ichidan yammo kofirlar sepida edi. Bu Nuh alayhissalomga nihoyat ig'ir keladi. Nuh alayhissalom taxminan 900 yil umrini, ya'ni 9 asr umrini kishilarga yaratquchni tunutish va to'g'ri yo'lga yetaklash yo'lida o'tkazgan bo'lsa-mu, Nuh alayhissalomga faqat 80 kishilar ishinib, uningga iymon aytdi. Endi qani da'vat qilsa, da'vatini ko'p kishilar ko'rmaganligidan mayuslangan, da'vatlarini ko'p kishilar taqatmaganligidan qaqshigan, da'vatlarini ko'p kishilarning yoqtirmaganligidan xafa bo'lgan da'vatchilar, kishilarni to'g'ri yo'lga yetaklaguvchilar o'ziga bir qarab baqsin. Biz nada, Nuh alayhissalom nada? Biz hayotimizdan qanchalik sarf qildik, qanchalik unumga erishdik? Nuh alayhissalom qanchalik unumga erishdi? Nuh alayhissalom umidsizlandimi, xafa bo'ldimi, qaqshidimi? Bu yo'ldan chekinishni o'ylab baqdimi? Yo'q. Yana kelib bu Nuh alayhissalomga ergashgan 80 nafar kishilarning ko'pinchisi o'g'illarining bolalari, ya'ni o'z avlodlari, shundaqla ko'pinchisi jamiyatdagi namrat, ojiz kishilar edi. Nuh alayhissalomga ishonmagan kofirlarning kattvoshlari Nuh alayhissalomga kelib, "Sana oramizdagi past kishilar ergashgan" deb haqorat qilishadi. Va Nuh alayhissalomga, "Agar biz sening gapingni anglab baqmoqchi bo'lsak, qishingdan ma past kishilarni haydivat, uningdan keyin biz sening gapingni tinglab baqamiz" deydi. Bu ahvolga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni o'xshash shaklda duch kelgan. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning atrofiga Bilal, Xabbab, Suhayb va Ammar qatorliq jamiyatdagi ojiz, namrat kishilar to'plashib o'tiradi. Buni ko'rgan Makkaning kattvoshlari payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga, "Ey Muhammad, biz sening gapingni anglab baqili, tinglab baqili, ammo sen qishingdan ma namrat, ojiz kishilarni haydivat. Sening qishingga har tarafdan elchilar, umaklar kelib ketib turadi ekan. Ular bizning mushu tuvan tabiqidagi kishilarni o'ltirganimizni ko'rsa, biz buningdan numus qilamiz. Biz ulardan yuqori bir tabiqidagi kishilar, ular bilan bir yerda o'ltirishga numus qilamiz" deb kufrlardagi, mushriklardagi o'rtaq alohidlik bo'lgan moddani cho'ng bilish va kibrlikdan iborat bu xususiyatni namoyon qiladi. Shunga ular payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga bu talabni qo'ygan va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga, "Sen ularga ayrim bir so'rin hozirlab bergin, bizga ayrim bir so'rin hozirlab bergin" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu kattvashlarning iymon aytib islomga kirishini umid qilib, ularning bu talabiga qo'shilishni o'ylayotgan vaqtida Alloh taolo oyat nozil qilib, "Va la tatrudillazina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha." Alloh roziligi uchun, Alloh uchun atdigan oqshomda Allohga ibodat qiladigan kishilarni qishingdan qo'g'ilvatmagin. Ularning hisobi o'zga, sening hisobing o'zingga. Agar sen ularni qo'g'ilvatsang, sen zolimlardan bo'lib qolasan deb nihoyat qattiq bir shaklda Alloh taolo oyat tushirdi. Bu oyat tushgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom jamiyatdagi bu ojiz, namrat musulmonlarga shunchalik yaqin bo'lib ketdiki, bir so'rinda o'ltirgan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom muborak tizlarini ana shu namrat, ojiz kishilarning tizlariga yemlab yaqin o'ltirdi. Alloh taolo bu nuqtani yana ta'kidlab bir oyat nozil qildi. "Wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha." Allohning roziligini deb, Allohni deb atdigan oqshomda Allohga ibodat qiladigan ojiz musulmonlar bilan sabrchan bo'lgin. Dunyoning zibu-zinatini deb, ya'ni moddiy nuqtadan chiqish qilib turib, kofirlarning cho'nglari, kofirlarning kattvoshlari, boylari, yuqori martabadagilarning suhbatini deb bu ojiz musulmonlarni ko'zga ilmay qolmag'in degan oyatni tushirdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu ojiz musulmonlar bilan bir so'rinda o'ltirib qolsa, toki bu ojiz musulmonlar o'rnidan qo'pib so'rinni tark etmaguncha payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ulardan burun so'rindan qo'pmagan. Nuh alayhissalomga xuddi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga deganga o'xshash kofirlarning cho'nglari qishingdagi ma ojiz kishilarni qo'g'ilvat, uningdan keyin biz sening gapingni tinglab baqayli dedi. Nuh alayhissalom nihoyat uchuq keskin holda, "Va ma ana bitaridil ladina amanu." Men Allohga ishongan kishilarni qo'g'ilg'uchi emasman. "Men yansuruni in tarattuhum." Agar men ularni qo'g'ilvatsam, Allohning azobidan meni kim qutuldira oladi? Uningdan keyin ular Nuh alayhissalomni buning bir mol dunyo g'arzi va bu mushu da'vosi orqali pul to'plashni maqsad qiladi deydi. Nuh alayhissalom nihoyat ochiq holda, "La as'alukum alayhi mala in ajriya illa alalloh." Men buning qarta hech qanday mol dunyo talab qilmayman. Mening ajrim, mening mukofotim faqat Allohning ustiga, Alloh beradi deb har bir da'vatchida, har bir Allohga chaqiruvchida bo'lishga tegishli da'vatidan hech qanday bir moddiy manfaat ko'zlamaslikdan iborat bu prinsipni o'ttirg'a qo'ydi. Undan keyin ular Nuh alayhissalomni ozg'un deydi. Nuh alayhissalom, "Ya qavmi laysa bi dalalatu walakinni rasulun min robbil alamin." Ey qavmim, men ozg'un emas, men Alloh taolo olamlarning parvardigori tarafidan avatilgan bir elchidirman. "Uballighukum risalati robbi." Men Alloh taolo tarafidan kelgan elchilik vazifamni sizlarga yetkazaman, sizlarga nasihat qilaman. Allohning vahiy qilib menga bildirish orqali men sizlar bilmagan nurg'un narsalarni bilaman deb Allohning azobidan ularni ogohlantirdi. Lekin ular oxiri haddidan eshib, "Ya Nuh, qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sodiqin." Ey Nuh, ko'p bir jidallashdan. Qani
Yani sen eğer rastçıl bolsan, şu va'da qilgan azabыңni bir keltirib baqa. Allah azaplaydı, Allah'ның hamını bir gün azabı keladi, Allah seni halak qiladi deb shunda qo'qatding. Mushu gaping rastçıl bolsa, bir keltirib baqa deb Allohga jang e'lon qiladi. Har davrning kofirlari mana shundaq haddan oshgan vaqtida Allohga jang e'lon qiladi. Sen Allah deysa, chaqira Allohingni, seni qutqizib baqsin deb Allohga jang e'lon qiladi. Nuh alayhissalom xalqiga yana agar sizlar Allohning azobi kelgan vaqtida Allohning azobidan qutulolmaysizlar deb ularga oxirgi ogohlantirishni beradi. Nuh alayhissalom xalqini to'g'ri yo'lga yetaklash va da'vat qilish jarayonida har xil shaklda bir da'vatchida bo'lishga tegishli ilm, axloq, shafqat, tamkinlik, hech qanday manfaat ko'zlamaslikdan iborat barliq sifatlarni o'zi jug'lab turib, barliq tirishchanligini ko'rsatib 950 yil umrini kishilarga Allohni tunutish, yaratquchini tunutish va yomon ishlarni yondirish, shirkdan to'sish, tavhidga chaqirishni o'tkazadi. Kishilarga kunduzlari so'zlaydi, oqshomlari so'zlaydi, maxfiy so'zlaydi, oshkora so'zlab baqadi, kishilarni jannatga qiziqtirib so'zlaydi, do'zax azobidan qo'rqitib so'zlab baqadi, Allohga istig'for aytib tövbe qilsa, Allah ularni kechirib, ko'p mol dunyo va farzand ato qilganligini aytib, dunyo qiziqtirib so'zlab baqadi. Qo'lidan keladigan barliq usullarning hammani qo'llanib so'zlaydi, lekin bu xalq haddidan texmi eshib Nuh alayhissalomni ko'gallaydi, urib ko'gallaydi, qo'g'lab o'tadi. Necha avlod almashgan bo'lsa-mu, keyingisi burunqisidan texmi eski, texmi kofir, texmi zolim bo'lib yetishib chiqadi. Bir kuni Nuh alayhissalom Allohga sajda qilayotganda bir kofir boy nervisini qo'lda ko'tarib mengib Nuh alayhissalomning qashidan o'tib ketib nervisiga bu qari kazzab, buning gapiga hargiz ishonma, buningga jin chaplashib qolgan deb bolasini ogohlantiradi. Bu kichik bola bovasidan nemish qamisi buni hozir qadar saq qo'ydinglar deydi. Bovasi qanday qilsak bo'ladi undaqda deydi. Bolasi meni tushirayga, men qanday qilganligimni sen ko'rsatib qo'yma deydi. Bu kofir boy bu kichik bolani yerga tushiradi. Bu bola qo'liga bir tal toshni elib Nuh alayhissalomning kallasiga otadi. Nuh alayhissalomning kallasi yerilib qonab ketadi. Demak, ular bolalarga bu kufrlik idisini mana shundaq kichigidan tortib singdirdi. Buni anglagan Nuh alayhissalom shu sajdada turib Allohga mundaq duo qiladi. Robbi la tadhar alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadak va la yalidu illa fajiran kaffara. Ey Parvardigorim, yer yuzida bir kofir qo'ymagin. Agar sen kofirlarni qo'yib qo'ysang, ular boshqalarni azdiradi. Ularning topgan bollarimi fajir, ya'ni gunohkor kofirlardan bo'lib yetishib chiqadi deydi. Alloh taolo Nuh alayhissalomga tasalli berib va duosini ijobat qilib, fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Ularning san qilganlariga qarab umidsizlanma. Wasna'il fulka bi a'yunina. Sen bizning vahimiz, bizning nazoratimiz orqali bir kema yasag'in deb Nuh alayhissalomga bir kema yasashga buyruq qiladi. Nuh alayhissalom Allohning buyrug'i bilan kema yasashga boshlaydi. Nuh alayhissalom yashagan yer dengizdan yiroq bir o'rin bo'lib, kishilar Nuh alayhissalomning kema yasayotganligini ko'rib, Nuh alayhissalomni texmi masxara qiladi. Nuh, endi payg'ambarlik oqmay yig'achilik qilyapsansa, bu kemang mangadigan suv nada deb masxara qilishadi. Nuh alayhissalom ularga qarata, in tasxaru minna fa inna nasxaru minkum. Agar sizlar mening gapimga ishonmay, meni masxara qilsanglar, pat yaqinda sizlar suvga g'arq bo'lgan vaqtda biz sizlarni masxara qilamiz deydi. Nuh alayhissalom shuncha aziyat yeb tursa-mu, g'alba shuncha yiqilashgan bo'lsa-mu, yana xalqini to'g'ri yo'lga yetaklab, o'ziga ishongan va butlarga ibodat qilishni yenib, Allohga ibodat qilgan kishilarning bu kemiga chiqadiganligi va bu kemiga chiqqanlarning Allohning azobidan saq qoldiganligini aytadi. Lekin kishilar Nuh alayhissalomga ishonmay, uni masxara qiladi. Nuh alayhissalom qo'ldan keladigan ishlarning hammani qilib bo'lgandan keyin Alloh taolaga Robbi inni mag'lubun fantasir. Ey Robbim, men buzaq qilindim. Men mag'lub bo'ldim. Men qildigan ishlarning hammani qildim. Fantasir. Menga g'alaba ato qilgan, menga yordam qilgan deb duo qiladi. Alloh taolo Nuh alayhissalomga hamma jonliqlardan bir jupni bu kemaga silib olishga buyurdi. Bu kema 3 qavat yasalgan bo'lib, eng tuniga hayvonlarni soladi. O'tir qavatiga Nuh alayhissalomga ishongan kishilarni, ya'ni Allohga ishongan kishilarni soladi. Ustun qavatiga uchar qushlarni soladi. Nuh alayhissalomning 4 o'g'li bo'lib, ular Ham, Sam, Yapes va Yamla edi. Buning ichidagi Yam Nuh alayhissalomga ishonmagan kofir edi va uning ayoli ham kofir edi. Shunga bu ikkisi kemaga chiqmaydi. Yerdan sular etilib, buloqlar chiqishga boshlaydi. Osmondan yomg'ir to'kilib yog'ishga boshlaydi. Kema laylashga boshlaydi. Oxirgi vaqtlarda Nuh alayhissalom yurak parisi bo'lgan kofir o'g'li Yamga xitob qilib, "Ya bunayya, irkab ma'ana va la takum ma'al kafirin." Ey balakam, balammi demasdan nahayat shafqat bilan, "Ya bunayya, balakam, biz bilan birga bu kemaga chiqqin, Allohga ishongin, va la takum ma'al kafirin." Kofirlar bilan birga bo'lmag'in deb nahayat shafqat bilan oxirgi minutlarda uni iymonga chaqiradi. Lekin o'g'li "Sa'avi ila jabali ya'simuni min al-ma." Men taqqa chiqib olaman. Shunday qilib bu suvdan saqlanib qolaman deydi. Nuh alayhissalom "La asimal yawma min amrillah." Bugungi bu Allohning azobidan Allohga ishongan kishilardan boshqa hech kim qutlanmaydi deydi. Shunday deb turgan vaqtida "Va hala baynahumal mawju fa kana min al-mughraqin." Ularning o'ttirisini buyuk bir to'lqin ayirib etdi
Akibide Nuh Aleyhisselam'ın yürek parası boğan bu kafir oğlu suda g'arq bo'ladi. Alloh taolo Sur Qamarning 11 va 12 oyatlarida bu voqelikni bayon qilib, "Va fatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir va fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir." Biz osmonning eshiklarini tükülüp yoqquvchi, quyilib ketgan yomg'ir bilan echib etdik. Va fajjarnal arda uyuna. Biz zamindan buloqlarni etildirib chiqardik. Osmondan tükülüp yoqqan yomg'ir bilan yerdan chiqqan sular qo'shildi deydi. Ya'ni osmondan tükülüp yoqqan yomg'irlar bilan yerdan chiqqan buloqdan etilib chiqqan sular birlashib, g'oyat zo'r suv paydo bo'lib, butun yer sharni suv qopladi. Faqat shu kemiga chiqib olgan kishilar hayot qoldi. Allah shunday qilib butun zaminni kafirlardan bir qatim pakiz tozaladi. Nuh alayhissalom va uning ishongan kishilar kemiga Rajab oyida chiqib, Muharram oyida tushganligi bayon qilinadi. Ya'ni ular kemida saq 6 oy turganligi naql qilinadi. Kema oxiri Judi teg'iga kelib to'xtadi. Ular u yerdan tushib, hayotlikni yangidan boshladi. Alloh taolo Nuh alayhissalomning oilasini qutuldirganligini va'da qilgan edi. Nuh alayhissalom Alloh taologa: "Ey Rabbim, sen menga mening ahlimni qutuldirganlikni va'da qilgan eding, ammo mening ayolim va balam suvda iqib g'arq bo'ldi" deb duo qiladi. Alloh taolo Nuh alayhissalomga javoban: "Innahu laysa min ahlik." O o'g'ling sening ahliңdan emas deyish orqali Alloh ishongan kishilar o'tirisidagi eng muhim va Allohning nazarida e'tiborga olinadigan bag'ninki iymon beg'i ekanligini o'tirib qo'ydi. Bu voqea tarixda buyuk to'fon balasi deb xotirlanadi. Kimida kishilarning ko'p qismi Nuh alayhissalomning avlodlari bo'lib, to'fon balasidan keyingi insoniyat Nuh alayhissalomning 3 o'g'lidan kengaydi. Samdan arablar, farislar va rumlar maydonga keladi. Yapasdan turklar, slavyanlar va mong'ollar maydonga keladi. Hamdan qibtiylar, sudonliklar va berberilar maydonga keladi. Kimidagi boshqa kishilarning nasibi uzilib qolganligi bayon qilinadi. Shuning uchun Nuh alayhissalom insoniyatning ikkinchi atasi deb ataladi. Yuqorqi Nuh alayhissalomning qissasidan elishga tegishli ibrat va darslar: birinchidan, solih, yaxshi, taqvodor kishilar haqida hurmat, ehtiromni chekdan oshirib o'tishning shirkka boshlaydiganligi. Ikkinchisi, da'vatchi, ya'ni kishilarni to'g'ri yo'lga yetaklaguvchi, Allohga chaqiruvchi, nihoyat sabrchan bo'lishi va da'vat yo'lida har xil usullarni qo'llanishi va qo'lidan keladigan barliq tirishchiliklarni ko'rsatgandan keyin natijani Allohga qo'yishi. Uchinchisi, da'vatchi, ya'ni kishilarni Allohga chaqiruvchi, to'g'ri yo'lga yetaklaguvchi, pul, mansab, shuhrat, tunilish deganga o'xshagan har qanday bir manfaatning qo'shilib qolmasligi bir da'vatchida bo'lishga tegishli shart ekanligini ko'rib olamiz. To'rtinchisi, haqiqat ustida kishilarning oz bo'lganligi, ammo oxirgi natijaning ana shu oz kishiga bo'lganligi, shunga sonning ozligidan qat'iy umidsizlanmasligi va Allohning oxirgi yordamining shu osonlik kishilar keldiganligiga shaksiz ishonishimizning muhimligini ko'rib olamiz. Beshinchisi, jamiyatdagi boynamrat va yuqori tuvan tabiqalarning Allohning nazarida qilchi qimmatining yo'q ekanligi. Oltinchisi, imonsiz holatdagi kufr holatda nasab beg'ining qilchi qimmati yo'q ekanligini Nuh alayhissalom bilan ayoli va bolasi bilan bo'lgan munosabatdan ko'rib olamiz. Yettinchisi, kishilarni to'g'ri yo'lga yetaklashda, xatodan yondirishda shafqatning, muloyimning nihoyat muhim ekanligi. Masalan, Nuh alayhissalom kafir o'g'lini iymonga chaqirgan vaqtidami, "Ya bunayya, balammi" demasdan, "Ey quzam, ey balakam, irkab ma'ana." Biz bilan birga bu kemiga mingan, ya'ni Allohga ishongan, "Va la takum ma'al kafirin." Kafirlar bilan bo'lmag'in deb nihoyat shafqat bilan iymonga chaqiradi. 8-inchisi, bir bolaning yaxshi yoki yomon odam bo'lishida ota-onaning bir sabab ekanligi. Shunga hamma natijani faqat ota-onaning tirishchanligiga bog'lab olmaslik. Ota-ona qo'ldan keladigan tirishchanlikning hammani qilish bilan birga Allohning balaga tavfiq va hidoyat tilashning muhim ekanligini ko'rib olamiz. Nuh alayhissalomdek bir payg'ambarning balasining kafir chiqqanligi bizga buni nihoyat aniq ko'rsatadi. 9-inchisi, bir davrda kufrlik, zulm haddidan oshadi ekan, chuqumki bu davrda bir to'fonning keldiganligi. Balkim u to'fon har xil shaklda kelishi mumkin. Garchi bu davrdagi kafirlar shuncha kuchli bo'lsa-mu, musulmonlar shuncha ojiz bo'lsa-mu, oz bo'lsa-mu, Allohning yordami ana shu ojiz musulmonlarga keldiganligi va bizning garchi shu musulmonlar ojiz bo'lsa-mu, maydonimizni yo'qotib qo'ymay, kafirlarga o'tib ketmay, ko'zimizni moddiy manfaatlar qoplamagan asosda ojiz bo'lsa-mu, shu musulmonlar to'pi bilan birga kemiga chiqib, to'fondan saq salomat qutulib, iymonimizni saqlagan holda dunyodan ketishimizning nihoyat muhim ekanligini ko'rib olamiz.